Ketdi metro, ketdi. Bilguvchilar e'tiboringlar, Berlinda metroda qanday bo'ladi? Bizga hozir g'alati tuyulayotgan narsa o'sha ko'chada bunday keldikda, hech kim to'xtatgani ham yo'qda, mana shunday kelyapti, bunday o'tib ketilyapti-da. Mana bitta bir to'da o'zbeklar mana yig'ilib bilet ola olishmayapti. Они возьмут тайты карту. Bilguvchilar mana. Сколько? Bir narsalar qilib yotishdi. А, мотик. Dali bilet 4,5 yevro chiqdi, men aytdim juda qimmat bu dedim. Kechirasizlar. Sorry. Mana shunaqa yerlar. G'alati tuyulyapti bizga borib bu. Ko'chadan shunday kirib kelishini, ko'chadan bunday kirib ketaverar ekan. Qanday qilamiz? Mana. Shuni tiqar ekan mana, tikib keyin o'tib ketaveradi. Gap yo'q sizlarga. Shamol olib keldi. Aslida ideya есть. Slow-moda, замедленный kadrda mana shu yerda turasiz, orqangizdan metro o'tib ketadi-ku, очень красивый kadr можно сделать. Давайте попробуем. Bo'ladi. Bo'l. Men nariyoqdan ham keldi. Tez kelish. Old eshikdan invalidlar bilan velosipedlar kirsin debdim. Mana. Попробуем. Mana shu yerda turasiz, boshqasi keladi-ku, замедленный kadrda video. На YouTube что ли? Да, на YouTube пока. Yo'lkira nech pul ekan bilishmading? 4.7. 4 yevro. 50 ming. Yo'q, Универсальный билет на 24 часа.